Assalomu alaykum. Men tog'amlar bilan har doim birga ishlaymiz. Mana o'zlarini emotsiyalarini aytadilar klientlarga bo'lgan. Aytib, nima deyishyapti, to'g'ri? Hurmatli mijozlar, hamma mamnun bo'layotgan ishlardan. Birinchi qo'l adashmanglar. Allohning yo'lida hamma ehsoniyat bor ichida. Adashmasdan olinglar. Hali hech kim olgani yo'q. Hamma duoda, sizlar ham duo qilinglar. Tog'amlar yolg'on gapirmanglar, namozxon o'zlari. Tog'am mana har doim o'tib beramizmi klientlarga? Klientga o'tib berilayotgan. Sharoitiga qarab, ehsonimizni ham qilayotganmiz vaqt kelsa. 100 kilometrga ham o'sha pulni 100 olyapmizmi? kilometrga olyapmiz, 300 kilometrga o'shani olyapmiz. Buradan o'zlari qo'shib beramiz deyishatganlarda olyapmiz. Olyapmiz. O'zlari rozi bo'lib kilometrga qarab. Ammo xudo xolasa barakali ishlar, materiallari qalinda. Ukachalarimizni haqlab o'tkazib, buyurdi nasib qilsa. Tog'am o'zlari Alloh yo'lda do'stlarni aytdilar. Ishonmagan o'zi biladi. Biz materiallarda hech qayta yo'g'on gapiramiz. Yangi haytaylik kachalar qilib berganmiz. Zinalarga moslab buyurdi nasib qilsa.